Kechasi bilan 7-8 soat uxladingiz, lekin ertalab boshingiz og'rib, holsizlanib, charchoq hissi bilan uyg'ondingiz. Bunga sabab qoningiz qo'yiqlashgani va organizm toksin shlaklarga to'yib ketgani. Bu holatlardan qutulishimiz uchun, qonimizni suyultirish uchun, undagi tromb shlaklarni yeritish uchun hamda organizmni toksin shlaklardan tozalashimiz uchun Vied assotsiatsiyasining mana bu sostavda qo'yib qo'yibman shu choyini, kapsulasini, eliksirini va pastasini iste'mol qilishni tavsiya qilaman. Buni sostavida kardiseps, jenshen, astragal, puer va shalfey o'tlaridan tayyorlangan. Bu qadimgi imperatorlar ichadigan choyning sostavini mana bizning kunimizgacha yetib keldi. Roza Faxo eliksiri bizni jigarimizni va butun ichki organlarimizni tozalab beradigan pastamiz. Butun ichki organlarimizni tozalab beradi, immunitetimizni ko'tarib beradi. Eliksir Sansin, buni ham sostavida kardiseps bor, linji qo'zqorini va yog'och qo'zqorini, yana undan tashqari ham ginka biloba. U ham bizni ichki organlarimizni, jigarimizni, pochkamizni, oshqozonimizni, qonimizdagi ortiqcha yog'larni tozalab beradi va elastichniy qilib beradi. Yana undan tashqari bizlarda yana tozalovchi, bu qonimizni tozalaydi. Qonimizdagi tromblarni yeritib berish xususiyatiga ega va tomirlarimizni yoshartirib berish xususiyatiga ega. Bu mahsulotlarimizni iste'mol qilganingizdan keyin sizning nafaqat organlaringiz, balki butun tanangiz, qon tomirlaringiz, qonlaringiz tozalanib, siz kechasi 4 soat uxlasangiz ham mazza qilib, zo'r kayfiyat bilan uyg'onasiz. Ushbu mahsulotlar haqida to'laqonli ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki direktdan yozing.